Tashqarida kech bo'lishiga qaramasdan do'konimizda ishlar qizg'in davom etyapti. Bizga kovrilarni katta assortiment keldi. Doim bir xillikdan zerikkanlar uchun bizda takrorlanmas, noodatiy, har xil shakldagi, har xil rasmdagi kovrilarimiz keldi. Hali bunaqasini ko'pchilik ko'rmagan. To'g'risi o'zim ham endi ko'rdim. Doim bir xillikni zerikkanlar uchun narxlari bilan aytib ketamiz. Xo'p, bulari yonadigan bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Chekkalari yonib turadi. Hozir yorug'dan uncha ko'rinmayapti. Mana bu yerdan bilsalaring bo'ladi. Buni narxini oxirida aytib o'ramiz. Xo'p, bizda hozir eng arzoni ko'vrimiz yevro. 10 ming so'm. Ikki xil shaklda mavjud. Xo'p, keyingilari chekkalari tikilgan e'tibor berishlaring mumkin. 15 ming so'mdan. Har xil rasmlari bor, tabiat, stadion. Xo'p, oldin 5 ming, 10 ming so'mlik bo'lardi. Hozir 200 ming so'mlikgacha, 50 ming so'mliklar chiqdi. 10 ming so'mdan bular. Bularda ham har xil piyalali, har xil Registon, har xil turi mavjud. Bularda 20 ming so'mdan qilib beramiz. Xo'p, samolyot modelimiz 45 ming so'mdan ko'rishlaring mumkin. Bunisi ham 45 ming so'mdan. Xo'p, yer shari tevadan ko'rinishi. Buni 35 ming so'm qilib beramiz atiga. Bularimiz razmeri 30 ga 80 bo'ladi. Sayyoralar, tabiat, tog'. Bularimiz 30 ming so'mdan ekan. Xo'p, o'zimizning milliy Bibi xonim majmuasi o'ta qalin. Ko'rishlaring mumkin. 5 mm deb berishdi bizga. Odatdagida 4 mm dan ancha qalinda. Undan keyin bu yerda tilla qori naqshlarga bir e'tibor berasizlar. O'zigacha telefon ham olib berishga qiynalyapti. Ajralib turaman deydigan bo'lsalaring, doim bir xillik ishlatadiganlardan. Xo'p, Registon maydoni bu ham 5 mm qalinligi 90 ga 40. Kachestovasi o'ta yuqori. Xo'p, keyingisi ko'k gumbaz. Qalinligini ko'rishlaring mumkin. Xo'p, bularimizni narxini, bundan yupqalarini ham 90 ga 40larini 90 ming, 80 ming sotilgan. Biz bo'lsa buni atiga 70 ming so'm qilib beramiz. Sifati undan ancha yaxshi, qalinligi ham ancha qalin. Qo'limizga e'tibor bermaslar, printer ta'mirlagandik. Xo'p, bizda shunaqangi hozircha kovrilarimizdan assortimentlarimiz bor. Keyin bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin. Buni yonadiganida esa atiga 60 ming so'm qilib beramiz. Kelib buni ham xarid qilib ketishlaring mumkin. Ilotich eng yaxshisini ilanamiz, eng yaxshisiga munosibsiz.